Assalomu alaykum hammaga. Biz maoshlar bo'limiga yetib keldik. Oldingi videomizda biz to'lovlar bo'limida qanday to'lovlarni amalga oshirish va Excelga yuklash, filtrlash bo'limlarini ko'rgan edik. Maoshlar. Bu joyda plus knopkasi bilan har doimgidek maosh chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda bizda 3 ta kassamiz bor. Bu naqd kassamiz, plastik va klik kassa. Naqd kassamizda bizda 600 ming so'm pul bor. Endi shu pulni qanchadir miqdorini berishimiz mumkin bo'ladi. Ishchilarga o'tadigan bo'lsak, mana Aziza biz yaratgan oldingi videodagi 100 ming tushirganmiz, shuni o'quvchisidan endi bunga 50 ming so'm pul ajratilgan. Shu 50 ming so'm pulni Azizaga berib yuboramiz oylik sifatida. Masalan, bu joyda bosganimizda o'zi kimda? Sanjarbek teacherda shuncha bor, Aziza teacherda qancha hisobida qancha o'quvchilar to'lagan va unga qancha oylik shu paytgacha chiqqani ko'rinib turadi. Azizaga bosamiz va bu Azizaga 50 ming so'm pul beramiz. Izoh kiritishimiz mumkin. Oylik berdim. Masalan, admin beradi xolos oylikda. Kassani tanladik, ishchini tanladik, miqdor biriktirdik, izoh va fikr yozib qo'ydik. Saqlash tugmasini bosamiz. Mana Azizaga 50 ming so'm oylik chiqib ketdi platformamizdan. E'tibor bergan bo'lsalaring, bu joyda kassamizda 600 ming so'm pul bor edi, endi kassamizda 550 ming so'm pul qoldi. Azizani profiliga o'tadigan bo'lsak, mana Azizada endi bu joyda 50 ming so'm pul bor edi. Hisobida 0 so'm, ya'ni hisobida mablag' tugadi. Maosh chiqarish shundan iborat. Keyin bu joyda maoshlar ko'payib ketgandan keyin biz buni filtrlashimiz vaqtlar bo'yicha, qaysidir sanadan qaysidir sanagacha, oyning boshidan oyning oxirigacha kimga qancha berganimizni filtrlab ko'rishimiz mumkin. Va xuddi shu oynani har doimgidek Excel shaklda yuklab olishimiz ham mumkin bo'ladi. Bosamiz. Hozir bizda bitta oylik bor, Azizaga berilgan. Shu oylikni Excel holatda ko'rishimiz mumkin. Azizaga 50 ming so'm, vaqt 13:31 da 9-aprel kuni berildi. Naqd kassadan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Fikrlar va takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin.